Assalomu alaykum. Xayrli kun, mani ruhiy oilam. Kecha va'da qilganim, ya'ni o'zgarish nomli, o'zgaraman. Qisqa qilib aytganda o'zgarish, o'zgarayotganimiz haqida, ya'ni kim o'zini o'zgartirmoqchi bo'lsa, atrofidagi olamini o'zgartirmoqchi bo'lsa, eng avvalo o'zgarishni o'zidan boshlash kerak. Chunki o'sha Qur'onda ham aytilgan, bu to'g'rimi? Ya'ni qanday aytilgan? Bir qavm toki o'z holatini o'zgartirmaguncha men uni holini o'zgartirmayman. Ar-Ra'd surasida aytilgan bu. Xo'p, aynan o'sha uchun o'zgarish deb nomladim, chunki judayam ko'pchilik insonlar ustoz, mana shu muammodan chiqishni istayman, mana shu narsa mana jonimga tegdi, yoki qaynonamni gapi yoqmaydi, yoki mana erim mana bundoq, yoki yana va hokazolar. Yoki yana kimlardir, yaqinlarim meni ko'p xafa qilishadi. Bularning asl sababi nima? Bularning asl sababi sizni o'zgarishingizga bo'lgan turtki. Aslida hamma inson bir-biriga ustoz. Bu sinovli dunyo. Biz sinovli dunyoda, imtihonda yashamoqdamiz. Modomiki shunday ekan, eng avvalo o'zgarish qilish uchun biz o'zimizni o'zgartirishimiz, insoniylikni shakllantirishimiz, o'zimizdagi, qalbimizdagi kirliklardan xalos bo'lishimiz, oddiy til bilan tushuntirganda odamgarchilikni yoqishimiz kerak. Siz aytishingiz mumkin, nima ustoz, men odamgarchilikdan chiqib ketganmanmi? Nima, men odam emasmanmi? Nimaga unda bunaqa narsalar bo'ladi? Men shuncha yaxshilik qilsam, shuncha xo'p desamu, lekin baribir hayotim o'zgarmasa, shunchalik ibodatdaman yoki boshqadaman, yoki shunchalik kurslarda o'qiyapman, menda hech natija yo'q. Nimaga? Chunki to'liq o'zgarish yo'q. Chunki siz o'zgarmagansiz. Siz faqat o'zgarishlarni, kutuvlarni ko'paytirasiz. Naburut, buni teskarisini qilish kerak. Ya'ni